ustozimizni ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lgan. Endi yoshlikda kichkinagina qizcha bo'lganman. Men uchun juda ham bir go'zal, juda ham chiroyli, kiyinishlari ham, sochlarini turmaklari ham juda ham havas qiladigan darajada chiroyli, go'zal ayol, latofatli ayol bo'lgan. Ustozim juda ham yaxshi inson bo'lganlar. Birinchi navbatda qattiqqo'l, talabchan, o'z ishini ustasi, lekin bolalariga, o'quvchilariga o'z mehrini, bor mehrini bergan ustoz bo'lgan. Ustozim juda ham tashqi, mehribon. Keyin har bir insonni xarakteriga qarab gapiradigan, har bir o'quvchisini hurmat qiladigan ustoz. Yumshoq, yengil, ozgina xafa bo'lsa yig'lavoradigan, ko'ngli bo'sh ustoz bo'lgan. Mana eslayman. Shunday odam bo'lganki, bizni birinchi o'rgatganda biz oddiy birinchi sinfdan 4-sinfgacha o'zimiz olib borganda, o'shanda biz shunaqa ushlardikki, qattiq tegmadi-da. Lekin o'rgatishi shunaqa quyib qo'yadi qulog'imizga. Sinf bo'yicha hammasi a'lo o'qigan. Ikkita bo'lgan. Lekin hamma bizni sinf birinchi o'rgadi. Rostayam mehribon edi, shunaqayam bir ko'ngli ochiq edi. Bizni shunaqa paytlarni qilardi darslarda. Darsga qiziqmasak, o'zi bilan kapalakli shokolad bo'lardi. Yaxshi eslaymiz-da. O'sha kapalakli shokoladni olib kelib, kim yaxshi o'qisa o'shanga berardi. Undan keyin rag'batlanardi. Ustozim chiroyli, mehribon. Shu darajada anaqa mehrimizni qozongan. Uyda onamizga bermagan shokoladni onamiz bizga bergan, lekin shuni onamga ilinmaganmiz, biz olib borib ustozimizga siz uchun deb bekitib berib ketganmiz. Eng mehribon inson edi. Birinchi sinfda hamma to'planishgan vaqtda ham bir qattiq gapirmagan, ularga o'g'lim, ularga qizim, yurishingizdan to'g'ri deb to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Ustozim juda muloyim, mehribon ustoz. Ustozimiz yosh katta ayol, judayam qattiqqo'l, haqiqatgo'y, mehribon, kerak bo'lganda to'g'ri yo'lni ko'rsata biladigan ustoz bo'lgan. Ustozim juda go'zal ayol bo'lgan, ma'naviyatli, chiroyli gapirardi. Yozuvlari chiroyli gapirardi. Juda chiroyli tarbiya bergan edi. Shuning uchun birinchi sinfdan 5-sinfgacha 100% salom. Noto'g'ri bo'lmaydi, hammamiz a'loga o'qiganmiz. Ustozimmi? Vaqti kelsa qattiqqo'l, mehribon, menga yozishni, chizishni birinchi qo'limga ruchka ushlashni o'rgatgan ustoz. Judayam samimiy inson edilar. Hammani o'zini farzandidek ko'rardi. Bilim berishlari ham rosa ham yaxshi edi. Ustozimiz rosa talabchan ayol bo'lgan. Hamma yo'lda chiroyli, yaxshi muomalalardan talab qilardi. Bizni sinfdan deyarli hamma yaxshi o'qigan, a'lochilar chiqqan. Hamma ko'pchilik medinstitut bitirgan, hammasi oliy ma'lumotli bo'lgan, yaxshi o'qigan. Chunki nima yaxshi bo'lgan, asos yaxshi bo'lgan bizda. Juda ham bilimli, boshlang'ich sinfda ustoz bo'lganligi uchun har bir o'quvchiga yo'l topa olardi. Bilim berishda qo'limizda ruchkani ushlatib, birinchi harflarni hammamizga ustozimiz o'rgatdi. O'zidagi barcha yaxshi xislatlarni, bilimini, shu kasbini o'rgatgan, o'sha insonni tarbiyalashda hissa qo'shgan, bilim berishda hissa qo'shgan, kasb o'rgatishda hissa qo'shgan insonni men ustoz deb atayman. Birinchi ustozim juda ham yaxshi bo'lgan, yozishni o'rgatgan, o'qishni o'rgatgan. Hozirgacha sinfdosh qizlarimiz bilan to'planib tursak, albatta eslaymiz.